Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lomsiz? Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchi biza. Azizlar, hozir Adinsovada ikkita xotinlarimiz uchun ishlarimiz ochilgan, juftliklarimiz uchun. Bu Adinsovskiy rayon biri Javrinkida 6-1 grafiki bilan 30-50 yoshgacha bo'lgan xotinlarni olishadi. Prava albatta bo'lishi shart. Bularning oyliklari 200 ming. Ikkinchi ishimiz Adinsovskiy rayoni Jukovkada. Bu yerga ham albatta prava bo'lishi shart. 30-45 yoshdagi xotinlarni olar ekan 6-1 grafiki bilan gatovka albatta qilinadi deyishyapti. Bularning oyliklari 250 ming xotinga beriladi azizlar. Millennium Parkdagi ishimiz hali yopilmadi. Bugun yana variant so'rashdi. Oldin 170 ming edi, hozir 180 mingga ko'tartirdik ishni. Bu 30-50 yoshgacha bo'lgan xotinlarni olishadi. Prava bu yerga shart emas. Gatovka qilinmaydi. Uy egalari o'zlari qilishar ekan. Ularni yana отдельно domraботница, отдельно sadovniklari bor ekan. U yerga hozir xotin berish kerak. Bularning oyliklari 180 ming azizlar. Podolskida 30-55 yoshgacha bo'lgan xotinlar ishga taklif qilinadi. Prava albatta bo'lishi kerak deyishyapti. Farzandlarini o'qishga olib borib kelish kerak. Gatovka ham частично qilinadi, lekin uy egasini o'zi qilar ekan ko'proq gatovkasini. Ayolning vazifasi shu уборка, stirka bilan oyliklari 140 mingdan boshlanar ekan. Ingushetiyadagi ishimiz hali yopilmadi. Bular u yerda stavkasi bilan albatta berishyapti narxlarini. 100 ming oylik bu ikki kishiga, xotinga dokumentlarini qilib berishadi, registratsiyasini qilib berib, patentlarini o'zlari to'lab berishadi. Yeb ichishlari o'sha yerdan. Bitta kampirga qarash kerak, kampir yashaydi. Bizning zakazchigimizda onalari bilan oyliklari 100 ming. Bu yerga bemalol farzand bilan kelib ishlasa bo'ladi. Faqat yoshi juda ham katta bo'lmasin deyishyapti. 30-45 yosh, patolog 48 yoshgacha bo'lgan xotinlarni olamiz deyishyapti. Bu yerga ancha vaqt ishlash kerak. Bizning xotinlarimiz ishlab ketishgan. Videolarini ham albatta gruppaga. Hovlisini oldi tarafi. Mana shu uyga semeyni para kerak. Oldi tarafı. Ana u tarafda отдельно personal uchun yashaydigan komnatasi bor. Отдельно. Orqasi. Ichkarida basseynlari bor. Bu orqasi. Ximkida pravasi bor. 30-50 yoshgacha bo'lgan xotinlarni olishadi. Oilada 2 kishi yashaydi, onasi bilan farzandi. 70 yosh va 50 yoshdagi farzandi. Bularning oyliklari 150 ming, keyin 160 ga ko'tarib beradi. Novoy Moskvaga bugun zakazchigimiz qo'ng'iroq qilishdi. Bu yerga bizning yosh xotinlarimiz ishlab ketishgan, lekin ular kamroq oylikka ishlashgan ekan. Hozir faqat 100 mingga ko'tarib berishyapti. Pitomnik bu yerga faqat itlarga qarash kerak ekan. 30-55 yoshgacha bo'lish kerak. Prava bu yerga shart emas. Yaroslavskiy oblastida sadovnik kerak. 70-80 ming oyligi bo'lish kerak. Prava kerak emas. Faqat sad огород ishini qilish kerak. Azizlar, Krokshynadagi ishimizni hali yopmadik. Krokshynada xotin bo'lsa ham olamiz deyishyapti, faqat oyligi kamroq. Ayol kishiga pashta ish yo'q. Farzandi bilan kelsa ham, bir nafar farzandi bo'lsa ham ishga olamiz deyishyapti. Men hozir yuqorida aytgan Ingushetiyaga ishimizga ham bemalol farzandi bilan kelsa ham uzoq vaqt olinadi. Желательно без семейных проблем deyishyapti, lekin iloji yo'q. Oylik kam bo'lgandan keyin mayli farzandi bilan olamiz deb aytishyapti. Krokshynadagi ishlarimiz ham shunaqa. Ayol kishiga ish ko'p emas, ko'proq erkak kishining vazifasi bo'lar ekan bu yerga. 120 ming oyligi deyishyapti. Faqat uzoq vaqt ishlash kerak bu yerga. Ingushetiyada yana sedelka ishlarimiz bor. Ishlarimiz bo'yicha 8977 967 77 97 8977 967 50 14 telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib, yo bo'lmasa metro Sholkskida ofisimiz 50 metr metroning oldiga joylashgan, ko'p uzoq emas, ikkita vixitni o'rtasida bemalol ofisimizga kelib suhbatdan o'tib biz bilan shartnoma qilib ishlashingiz mumkin bo'ladi azizlarim.
Azir Sadaf Travel aviakompaniyasi mana 3 yildirki o'z faoliyatini yurgizib kelyapti. Azizlar, doimiy mijozlariga aksiyali biletlarni taqdim qilishyapti. Arzon va qulay biletlarni siz aynan Sadaf Travel aviakompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin. 8977 967 77 97 8967 064 87 70 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biletlarni offline va onlayn xarid qilsangiz, albatta mana shu olingan biletlar uchun aynan meni o'zim javob beraman. Azir, bizning aviabiletlarimiz 100% ishonchli kafolatlangan. Allohim doim sizlarni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.